Karis qaynonam 5 minut yetib boraman, rakvinani tagidagi idish tovoqlarni hammasini yig'ishtirib qo'ydilar. Ustalar kelayotgan va ustalar bilan birga Karis qaynonam kelayotgan, lekin Karis qaynonam ishlagani ketganda, shu rakvinamiz tiqilib qolganligi uchun ustalar bilan birga boraman dedilar. Shuning uchun ustalar kelguncha bu yerda yig'ishtirib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek suv ketmayapti. Bu yerda biz po'choqlarni qirg'ichdanmi, nima mikserdan o'tkazib, ichiga olib ketib qoladigan narsasi bor ichida. Aynan shu motori menimcha ishlamay qoldi shekilli, bu yerda suv ketmayapti. Shuni tozalagani ustalar kelyapti. Mana knopka esa, bu knopkani bosganingizda bu yerda qirg'ich ishlashni boshlaydi, ya'ni mikser ishlashni boshlaydi-da, po'choqlarni va ovqatdan qolgan narsalarni mikserdan o'tkazib, maydalab olib ketish kerak bo'lgan knopkasi. Mana bu narsa tarakanlarga qarshi juda ham zo'r narsa. Shularni uylarni burchagiga qo'yib qo'ysanglar, tarakanlar yo'q.